Barchaga assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarimiz. Xudo xolasa bugun chorvaga qiziqadigan yurtdoshlarimiz sizlar uchun do'stlar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidamiz, katta betonka yo'ldamiz, ya'ni do'stlar Navoiy Samarqand yo'llarini bog'lab turadigan Kattaqo'rg'on tumaniga kelganmiz. Katta betonka yo'lda do'stlar, xudo xolasa sizlarga chorvaga qiziqadigan akalarimiz uchun ajoyib yem mahsulotlarini tanishtirib o'tamiz narxlari bilan. Do'stlar, bu yerda bug'doy, arpa, kunjara, sho'lqa hammasidan bor. Kanalga like'larni bosamiz, sizlar uchun xizmatlarimizni taqdim etib boramiz do'stlar. Hurmatli obunachilar, bug'doy mahsulotlarimizdan boshladik. Xudo xolasa mana 2900 dan bo'lyapti. Ko'proqsa kelishiladi, ha? Hamma bo'ladi 2900 dan do'stlar. Bu tomonda esa arpa mahsulotlarimiz 3200 dan do'stlar. Buni ham xudo xolasa kelishtiramiz. Dastlabki xizmatlari bormi, yo'q? Bor aka. Bor, ha, joyiga qarab ko'proqsa yana ham kam bo'ladi do'stlar. Akalarimizda tonna arpalar hammasidan bor, xudo xolasa kelaveramiz, ekrandan nomerlarga aloqa chiqaveramiz. Akalarimizda tayyor mana tegirmon xizmatlari ham bor do'stlar. Bug'doylarimizni yorma holatiga keltirib beradi do'stlar mana. Bular 3000 danmi? 3000 dan, xudo xolasa. Qaltalangan mana. Kilosi 3000 dan bo'lyapti, ko'proqsa kami ham bo'ladi. Bu tomonda mana Makka mahsulotlarimiz. Bular necha puldan bo'lyapti? 2200 dan, xudo xolasa. Makka mahsulotlarimiz do'stlar mana. 4200 dan. Kunjara mahsulotlarimiz hurmatli aka-ukalar 6400 dan, xudo xolasa mana sizlarga 6400 albatta kam bo'ladi. O'zimizni Samarqandda ishlab chiqarilgan, xudo xolasa do'stlar, bundan boshqa turlari ham bor. Oqtoshniki do'stlar, turishlarga e'tibor qilamiz. Narxi bu 7500 so'm. Albatta kam bor edi, narxlar ko'tarilgan do'stlar. Samarqandniki bu Oqtoshniki do'stlar. O'zimizning Kattaqo'rg'on mahsulotlari yana do'stlar, kunjara mahsulotlari xudo xolasa 5700 dan deyilyapti. Har xil turida bor ekan, kelamiz, ko'rib olaveramiz do'stlar, toza mahsulotlar. Bu tomonda esa sho'lixa mahsulotlari do'stlar, mana sizlarga top-toza chigiti ayrilgani do'stlar 5400 dan bo'lyapti. Hamma mahsulotni albatta kelishilgan narxi bo'ladi. Ko'proq og'inlarga mana xaltalangan tayyor mahsulotlarimiz kelishilgan narxda kelishtirib beramiz. Deyapti, dastlabki xizmatlari ham bo'laveradi. Kepak mahsulotlarimiz do'stlar mo'tabar mana xudo xolasa bu tomonda Toshkentniki 78 ming so'm xaltasi aytilyapti. Xudo xolasa Eliarus kanalidan kelgan yurtdoshlarimizga 77 ham qilib beramiz. Agar ko'proq olsa yana kelishtirib ham beramiz deyapti do'stlar. Aytib o'tganimizdek, dastlabki xizmatlari ham bo'ladi. Joyiga qarab lokatsiyalar taylasangiz xudo xolasa akalarimiz yetkazib berishadi do'stlar. Bundan tashqari mana bu tomonda ham mahsulotlarimiz bor. 35 kilolik priskormalarimiz do'stlar, xaltasi 110 ming dan bo'lyapti xudo xolasa do'stlar. Albatta kelishiladi. Xudo xolasa kelishtirib beramiz deyapti. 35 kilolik, ha? 35 kilo. Tomonlarimizga hurmatli do'stlar, tuz mahsulotlarimiz mana shu kamplik ikkitasini 16 ming so'mdan aytilyapti. Bu tomonda esa mana 15 minglari ham bor do'stlar. Va kiloli tuzlarimiz ham bor. Bularning kilosi 1200 so'mdan bo'lyapti ekan do'stlar mana. Xohlaganlarga kilo, xohlasangiz pachkal tuzlardan ham olaversangiz bo'ladi. Xaltalangan tayyor arpalarimiz do'stlar 3200 dan mana. Ittaga. Toza. Ha. Mana do'stlar. O'zimizning mesna arpalar. Bo'laga. Xudo xolasa. Bu hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa mana patval qismdamiz. Ajoyib gibrid urug'li maktoylarimiz ham bor 4700 dan. Xudo xolasa akalarimiz kelishilgan narxda qilib beradi sizlar. Hamma mahsulot bor. Chorvaga qiziqadigan akalarimiz uchun kelishilgan narxda chorva mahsulotlari do'stlar. 90% savdogar akalarimiz mana shu yerdan olib ketadi. Optimga kelishilgan narxda bo'ladi do'stlar. Hurmatli obunachilar, mana silos mahsulotlarimiz xudo xolasa 26 ming, 27 ming bo'lyapti. 27 ming bo'lsa dastlabkilarini qilib beramiz deyapti do'stlar. Joyida bo'lsa 26 mingdan deyapti, xaltasi do'stlar. Xudo xolasa kelishilgan narxda qilib beradi. Chorvaga qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun yem mahsulotlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Aloqaga chiqamiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani, ya'ni katta sentral yo'l yoqasida turibmiz. Samarqand Navoiy yo'llarini bog'lab turadigan Kattaqo'rg'on tuman darvozasi, ya'ni Payshankadan ketish darvozasiga yaqin joydamiz do'stlar. O'zlaringiz kelib turib olib ketmoqchi bo'lsangiz, akalarimiz chiroyli lokatsiyalarni sizlarga taylab berishadi do'stlar. Bemalol kelaveramiz mana do'stlar. Bu tomonda ham ajoyib bug'doylari to'kilgan do'stlar. Qancha ko'proq olsangiz dastlabki xizmatlari bilan kelishilgan narxlarda manzilingizga yetkazib berishadi. Hammangizga rahmat do'stlar. Kanalga like'larni bosamiz, boshqa yurtdoshlarimizga ham yuborib qo'yasiz degan umiddamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.